Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşılamız. Mən Ərşidin İdiqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda olsun. Qaraqaş nahiyəsidəki bir məscid qəhvəxanaga özgərtib etilgan. Xitoy Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir parchasi bo'lgan diniy bostirish siyosatida 10 necha ming masjidni chiqib yoki buzib va yoki qahvaxonaga, mayxonaga o'zgartib bo'lib, yaqinda tarqalgan bir sin Qaraqash nahiyasidagi bir masjidning Xitoy tarafidan qahvaxonaga o'zgartib etilganligini ko'rsatib berdi. Xitoyning Douyin supsida 2 kun burun tarqatilgan bir sinda Qaraqash nahiyasining Koni shahar rayoniga joylashgan Yangi bozor masjidi ko'rsatilgan bo'lib, sindagi ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, masjidning umumiy qurilmasi, qubullari, eshiklari saqlab qolingan, ammo ichki qismi butunlay qayta o'zgartirilib, sayohatchilarni kutib oladigan qahvaxonaga aylantirilgan. Bu masjidni biladigan shaxslarning bildirishicha, mazkur masjid 2013-yili yangilab silingan bo'lib, o'rni Qaraqash cho'ng jamasiga va Buloq kechilik bozoriga yaqin ekan. Undan boshqa masjidning atrofida cho'ng bir qabristonlik bor bo'lib, sun'iy hamroh suratlarga asoslanganda qabristonlikmo allaburun tuzib o'tilgan. Xitoy rejimi yaqinqi yillarda mazkur masjid joylashgan ko'chani qadimiy uslubdagi qurilishlar bilan yangidan yasab chiqqan bo'lib, Qaraqash qadimiy shahri deb nom bergan va Qaraqashdagi nuqtaliq sayohat rayoniga aylantirilgan. Mazkur masjid sayohatchilarni jalb qilish va soxta tashviqot uchun chiqilmay qoldirib qo'yilgan bo'lsa-mu, sayohatchilarni kutib oladigan bir qahvaxonaga aylantirilgan. Bulardan sirt masjidning oldimi soxta tashviqot uchun videolar ishlanadigan, suratga tushadigan nuqtaga aylantirilgan bo'lib, Xitoy yaqinda planliq taklif qilgan chet ellik yollanma tor mashhurlarining mazkur masjid oldida usul o'ynab video ishlayotgan ko'rinishlarimi ijtimoiy taratqularda tarqalmoqda. Avstraliya Strategik siyosat instituti 2020-yili e'lon qilgan bir dokladida sun'iy hamroh suratlarga asosan Xitoyning taxminan 16 mingdan ortiq masjidni chiqayotganligini yoki buzayotganligini isbotlab chiqqan edi. İjtimoiy taratqularda tarqalayotgan bir qism sinlar buni texmo kuchlik dalillamoqda. Xitoy atalmış terrorlikqa qarshi turish xalqaro yig'inini Urumchida o'tkazdi. Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirayotgan terror siyosati yurgizayotgan Xitoy bu hafta atalmış terrorlikqa qarshi xalqaro muhokama yig'inini Urumchida o'tkazgan bo'lib, 20 dan ortiq davlat rayonining vakillari qatnashgan. Xitoy tashviqot vositalarining xabar qilishicha, 26 avgust yangi vaziyatda yer shari miqyosidagi terrorlikqa qarshi turish va bexatarlikni idora qilish rayon va xalqaro mas'uliyat temasi bo'yicha 3-navbatlik atalmış terrorlikqa qarshi xalqaro muhokama yig'ini Urumchida o'tkazilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi, JX ministrligi atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat va Xitoyning tadqiqot organlarining vakillari, shundaqla Rossiya, Arab Birlashma Xalifaligi, Misr, Afrika ittifoqi qatorliq 20 dan ortiq davlat va rayon tashkilotlaridan 100 ga yaqin kishi ichilish murosimi, munbar va yepilish murosimiga qatnashgan. Xitoy yig'inda xalqaro jamiyatning atalmış terrorlik o'sib yetildigan tuproqni yo'q qilishi, xalqaro terrorlikqa qarshi hamkorlik mudofaa siziqini mustahkamlashi, Shanxay hamkorlik tashkiloti, kesak oltin davlatlari qatorliq suplarni yaxshi ishlatib hamkorlashishi, xalqaro terrorlikqa qarshi kurashdagi zarur masalalar va yangi xiristlarga birlikda taqobil turishi kerakligi haqida jar solgan. Xabarda munbarga qatnashuvchilarning har bir davlat har qanday shakldagi terrorlikqa qat'iy zarba berishi, qo'sh o'lcham qo'llamasligi, terrorlikni maxsus davlat, millat va din bilan bog'lamasligi kerakligini ta'kidlaganligi, shundaqla Xitoyning Sharqiy Turkistondagi atalmış terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni yo'qotish tajribalarini xalqaro jamiyatning o'rganishiga loyiq ekanligini aytganligi da'vo qilingan. Xitoy Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini ijro qilishda atalmış terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib kelgan bo'lib, amaliyotda Sharqiy Turkiston xalqiga sistemalik terror siyosati yurgizmoqda.
Mazkur xalqarалық yig'inning mushundaq bir vaziyatda Sharqiy Turkistonda o'tkazilishi Xitoyning o'z jinoyatlarini pardozlashda, inkor qilishda vosita tanlamaydigan vahshiyona yuzini ko'rsatib berdi. Diqqat tortadigan yana bir nuqta bo'lsa, mazkur muhokama yig'ini Xitoy Tashqi ishlar ministrligi va atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining qo'llashi va Xitoy xalqarалық masalalar tadqiqot o'rni bilan Dunyo musulmon jamoatlar kengashining hamkorlashishi orqasida o'tkazilgan. Ali Rashid Nuaymin boshchiligidagi atalmish Dunyo musulmon jamoatlar kengashi mazkur yig'indan sirt yana Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ijrochilari bilan maxsus ko'rishib, atalmish Xinjiang Islom diniy jamiyatiga berib yig'in o'tkazgan va shundaqla Urumchidagi xalqaro cho'ng bozor masjidini ziyorat qilib, Xitoyning islomiy meroslarini qo'g'daydiganligi haqida jar solgan. Atalmish Dunyo musulmon jamoatlar kengashi 2023-yili 1-oydami kengashning raisi Ali Rashid Nuaymin boshchiligida ziyorat o'miki tashkillab, Xitoyning o'rinlashtirishi bilan Sharqiy Turkistonga borgan edi va 3 kunlik ziyorati jarayonida Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur qatorliq musulmon xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini inkor qilib qolmay, musulmonlarning barliq huquqlaridan bahramand bo'lib yashayotganligiga o'xshash Xitoyning saxta tashviqot iboralarini takrorlagan edi. Mazkur tashkilotning bu numussiz qilmishi butun dunyoda kuchli g'azab va norozilik qo'zg'agan bo'lib, bir necha kundan keyin har qaysi davlatlardan kelgan 30 dan ortiq nupuzli o'lima va mutaxassislar Istanbulga yig'ilib, uningga qarshi o'rtaq bayonot e'lon qilgan edi. 50 necha tashkilot imzo qo'ygan mazkur bayonotda Xitoyning jinoyatlarga moslashgan Ali Rashid Nuaymin boshchiligidagi atalmish Dunyo musulmon jamoatlar kengashining islom dunyosiga musulmonlarga vakillik qilolmaydiganligi, ularning o'lima degan nomiga loyiq emasligi, butun islom dunyosining Sharqiy Turkistondagi zulmni, ishg'oliyatni oxirlashtirish uchun kuch chiqarishi kerakligini ta'kidlagan edi. Hürmetli görürmenler, bugünkü xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganinglarga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.